3 xonali tayyor kirib yashaydigan uy qidirib yuribmidingiz? Mana sizga zo'r uy topib qo'ydim. Abi, remontli, tayyor kirib yashaydigan faizli uy sizga taklif qilmoqchiman. Manzilimiz Yunusobod 15-kvartal, shunda Turkiston metro stansiyani yo'lning bu yoq tarafida bo'ladi. Uyimiz 3-qavatda joylashgan 4 qavatli bino. Общий maydonimiz esa 67 kvadrat metr. Narxiga keladigan bo'lsa 81900 so'rashyapti. Albatta kelishiladigan joylarimiz bor. Manzil Yunusobod 15-kvartal. Keling, uyni ko'rsatib chiqay sizga. Asosiy podyezddan kirish eshigimiz, o'ng tarafimizda bizda esa mana общий sanuzelimiz, kafelari juda ham oppoqqina, yaxshi holatda turibdi. Remontlari sveji, juda ham sifatli, premium klassda qilingan. Keling, o'tib ketaverayman, bu yoq tarafga o'ting siz. Mana katta prixoshkamiz, bu yoq tarafimizda prixoshka mebellarimiz bor va shu prixoshkadan 3 ta xonaga bo'lingan. Keling, to'g'riga kiradigan bo'lsa, bu birinchi xona spalniy bo'ladi. O'ziga как детский qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Hop, bu yoqda parda, lustra, gilam, konditsionerlari qo'yibdi, mebel olib chiqilyapti. Bu yoqqa kiradigan bo'lsa, bu уже spalniy. Bu spalniyimiz anchagina kattaroq. Santexnik, elektrik, montajga almashgan. Mebel garnituri qoladi, gilam qoladi, pardalar ham bu yoqda qoladi. Почти mebel texnikali tayyor uy bo'lyapti. Asosiy 3-xonamiz mehmon kutadigan xonamiz bo'ladi. Balkon bilan oraliq ochilgan va oshxonani o'rni 4-xona как детский yana qilintirilgan. Hop, bu yoq xonamizda mana stroyni mebel qilingan, endi bu yoqda qoladigan. Zalimizda esa bizda gilam qavatda, konditsioner qavatda, pardalar qavatda, televizor bilan mana mягкий mebel uголок olib ketilyapti. Hop, balkon lojida 1,5 ga 6. Ikki taraf stroyni mebeldan qilingan. Endi balkonda, oshxonada bu yoq tarafda hamma narsa qoladigan. Mikrovolnovkadan tashqari va televizordan tashqari. Avtoparkovka, детский площадка, maktab, boshqa торговый komplekslar hamma narsa 2 qadamli yo'nalishimiz. Bunaqa uy, bunaqa faizli, tayyor kirib yashaydigan uy kamdan kam chiqib turadi. 81900 kelishilinadi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying.